Arab institutumuzun tədqiqatçılarından Abdurrahim Dövlət bilan ötküzüp kelayotgan Hukuk ve Reallik programımıza hoş geldiniz. Biz bugünkü programımızda en mühim qadariyatlardan birisi bo'lgan shu tuyg'ular haqida to'xtalib o'tgan programımızda bu qadariyat haqida to'xtalib, erkinlik huquqini izohlab o'tgandik. Qadariyatni tushungan vaqtimizda bir insonningki bu arzu qilingan va qilinmaydigan narsaga oid e'tiqodiy deb tushundigan yig'inchoqlab aytgan vaqtida. Gel bugun şu mühim qadariyatlarni hisoblayman. Shunaqla o'zgilar bilan bo'lgan munosabatda, hatto o'zimiz bilan bo'lgan munosabatda, tabiat bilan bo'lgan munosabatda, boshqa jonliqlar bilan bo'lgan munosabatda yoki jamiyatda aloqa jarayonida bolamizdan tutib, ya'ni uyimizdagi butun a'zolargacha, do'stlarimizgacha, boshqa insonlar bilan munosabatda nihoyat muhim o'rin turadigan bu tuyg'udoshlik haqida to'xtalib o'tamiz. Tuyg'udoshlik vaqtimizda belki bu bir insonga bir tuyg'u nuqsatilla o'xshashlikni yoki tushunishni bildigandek bir qadriyat hisoblanishi mumkin, ammo buning doirasi intayin keng. Amaliyotda tuyg'udoshlik vaqtimizda biz o'zgalarninki tuyg'usini tushunish, boshda o'rtoqlashish, uning qarta inkas qaytarish, shundaqla o'zgalarninki o'rniga yoki boshqalarning o'rniga o'zimizni qo'yib turib, shu kishi yoki shaxs masalaga yoki voqeasiga yoki boshqalarga qanday qaragan bo'lsa, shu nuqtasini qarash, ya'ni uning ko'zoynak bilan yoki uning dunyoqarashi bilan yoki uning nuqtai nazari bilan masalaga qarab chiqish. Ondan başqa bu tuyg'udoshlik deganimiz hissiy va aqliy shunaqla zihniy bir jarayon. Ya'ni insonningki bütün faoliyatlarda nihoyat belgilovchi rol o'ynaydigan bir qadariyat desak bo'ladi. Biz hozir qisqacha bir kirish muqaddima qilgandan keyin biz bu izohlashdan bakroq masala ustidan analiz etib berishimiz. Masalan deyli biz bir dada bo'lish ustimizdan bizim balalarımızla bu münasebette balalarımızı eğer onunki bir hata iş qilgan taqdirda balalarımız onu derhal sen demiş ki bu davamlı bu işler kılamız deb balalarga hüküm qilibla işte neticesi qarabla baho bersak bu tuyg'udoshlik olmaydi. Eğer balamız bir hata iş qilgan bo'lsa, balamız nima uchun xato qildi deganni so'rasak, uniki balamizninki o'zini ifodalashga fursat bergan bo'lsak, shundaqla bu tuyg'udoshlikni tunji qadam tashlagan bo'lamiz. Onun için balalarımız, ya farzandlarımız sebebini deb aytadi. Onun için biz de balalarımızdaki nima uchun bunday qilganligini, shu vaqtdagi hissiy tuyg'usini bilgandan keyin uning qarta inkas qaytara olamiz. Bunday qilgan vaqtda farzandimizdan bo'lgan munosabatda sog'lom bir munosabat epmang'il bo'ldi. Chunki munosabatniki menimcha tunji halqasi qarshi tarafni kim bu shunaqa qiladi? Avvaldan hissiyotni tushunish. Nima uchun bunday qildi? Bunu tushunish uchun hissiyotni tushunib bo'lgandan keyin u inson haqida shu harakatning sababini shu insonning nuqtasidan bir bilib chiqish. Uchinchi qadamda biz shuni qarta inkas qaytaramiz. Va millatda bu odatdagidek bir gapda ko'ringan bilan, ammo men o'ylayman, mening kuzatganlarim bo'yicha balki do'stimiz Abdurim buni texnik yaxshi izohlab o'tishi mumkin. Bizning oila o'tirisida yoki bolalarimiz bo'lgan munosabatda eng cho'ng masalalardan birisi deb qarayman. Buni biz texnik kengaytiramiz. Dal shu farzanddan kirsak biz masalaga. Siz davamlaştırsanız. Bo'ldi. Bu tuyg'udoshlik deganimizni qisqacha ma'rifini bir izohlab qo'yish kerak deb o'ylayman. Asli Uyg'ur tilida hissdoshlik degan bir so'z bor, ammo Uyg'ur tilidagi hissdoshlik boshqalarga mehr muhabbat ifodalash tariqasida ishlatilgan. Masalan, men uning hissdoshlik qilaman desa, uning ichi og'ritma, mening o'tdan ko'nglim yerim bo'ldi degan ma'noda. Biz bu tuyg'udoshlik degan so'zni maslahatlashib yasab chiqdik hamda. Men o'qirmanlar bir xabar topsin deb o'yladim bundan. Ya'ni boshqalarning his tuyg'usini shularga o'xshash his qilishga tirishib beqish. Boshqalarning o'rnida o'zini qo'yib turib o'ylashni o'rganib beqish degan ma'noda shu so'zni ishlatiladi. Mesela Türkçe empati deb ishlatilgan, ammo inglizchadan kelganda, inglizchadagi empathy degan so'zning turkchalashgan bir shakli. Endi biz bolalar ota-ona bilan bolalar o'rtasida munosabat qilgan vaqtimizda avval bunday bir masalaga duch kelamiz. Har vaqt ota-onalar bolalar bilan bir munosabat masalasiga duch keldi. Munosabat masalasi deganimiz bu munosabatda ota-onalarning tiz buzilib ketdi bolalar bilan. Mesela ota-onasi bolalar bo'lib bo'lib ota-onasidan qochadi.
sözlüşni xalaydı. Ana onu ata-anası bağız açıq keldi. Demiş ki bunda qıldı ben baqqan tursam, ben kuyunub atqan tursam, ben açıqlasammı şunun məqsəd şunu gözləp durup, şunuğa yaxşı bolsun dep qıldıgan tursam dep. Bunda oylaydı. Şunu bilen balımı ata-anamı bu münasebet birisi-birisini düşünüş asasını kurulmaganlığı üçün tunji qadamdala aile terbiyesi menajı birinci qadamda yıkılgan buldu. Çünkü barlıq terbiye düşünüş üstüge kuruluşu lazım. Bu düşünüş özara münasebetinin yaxşı buluşunun asası. Hem de mantıqlıq yana bir qadam ilgirisek bu düşünüşün asası, yani özara düşünüş hasıl qilishning en muhim usullarining biri dal hozir biz so'zlayotgan tuyg'udaşlıkdan ibaret. Nurg'un ata-onalar dal mushu nuqtaga o'zini bolalarning o'rniga qo'yib turib o'ylayolmaydi masalan. Her vaqt o'zining nuqtasidan chiqqanligi uchun bolasi, masalan eng aqallisi deydi, men to'liq misol olaman. Masalan bir bola qorong'udan qo'rqsa bir o'g'il bola. Masalan 10 yoshga kirgandan keyin qorong'udan qo'rqdi deydi. Bu o'g'ilning qo'rqmaslik qo'ldan keladigan ish emas. Tabiiy qo'rqdi, bu bir tabiiylik. Endi dada men u yerga chiqolmayman, qorong'udan qo'rqdim desa, bu dada qo'pab darhol uning hissiyotini baholabla senmi o'g'ilmi, mushuncha yoshga kirib turib, qorong'udan qo'rqamdi deb bolaning qo'rqish hissiyotini tutib turib nayt ayıplaydı. Ameliyatda bu bir til zo'ravonligi. Yani onu til jihatda bolasinin g'ururiga tegadi. Agar endi u o'zini aşı bolasinin o'rniga qo'yib baksa, masalan, o bir shaharda cho'ng bo'lgan bola, o kichikdan boshlab o'burniga chiqqan vaqtda, dadasi kichik vaqtidagi o'xshash, bog'ning burjiga solingan o'burniga chiqib ko'nmagan, uyning ichidagi o'burniga chiqib ko'ngan. Dadasi kichik vaqtidagi o'xshash, uyda to'p olmay qolsa, televizor olmay qolsa, talada yugurib o'ynab ko'nmagan. Bina uydan chiqmay cho'ng'agan bir bolaning dastlabda qorong'udan qo'rqishining nihoyatda tabiiy narsa ekanligini tushunsa, ya'ni dada o'zini bolaning o'rniga qo'ygan vaqtda andan keyin bolaga uvol qilmaydi. Ha, to'g'ri, buning bundoq o'ylashi normal deb turib shunga loyiq bir til yoki muomala usuli qo'llaniladi. Agar buni ishlatmagan vaqtda, ya'ni bu tuyg'udoshlik iqtidori tuvan bo'lgan ota-onalarning bolalar bilan bo'lgan munosabatining nacharlashib ketish ehtimolligi intayin yuqori. Nachar. Ameliyatda biz buni ko'ryapmiz. Har qanday bir ota-ona bolalaridan qaqshab kelgan vaqtda gapimni anglamaydigan bo'lib ketdi, unda bo'lib ketdi, bunda bo'lib ketdi deb qaqshagan vaqtda siz obdan paranglashib baksanız, shu ota-onaning ameliyatda bolasining o'rnida o'zini qo'yib turib, bolasining his tuyg'ularini va o'y fikrlarini, bu ikkisini ayrim tushunish lozim. His tuyg'u boshqa narsa, o'y fikr boshqa narsa. O'y fikr bunun kallası kelgan har xil o'y xiyollar. His tuyg'u ma'lum bir narsadan ta'sirida, bir tashqi yig'diqlashning ta'sirida uning ruhiy dunyosida paydo bo'lgan bir hissiy o'zgarishlar, achchiqlanishga o'xshash, hayajonlanishga o'xshash, yoki nomus qilish, xijil bo'lishga o'xshash, uyulishga o'xshash his tuyg'ular. Mana shu narsalar ota-ona tarafidan shu bolaning o'ziga mumkin qadar o'rniga o'zini qo'yib turib o'ylab boqadigan bir iqtidorni aqliy shaklda yetilgan vaqtda. Aqliy shaklda yetilgan vaqtda deganim, dal shu masala yuz bergan vaqtda dada onasi bir qadam to'xtab turib, to'xta. Biz anu nuqtasidan bir o'ylab boqaylik deb o'zini shunga zo'rlagan vaqtda. Davomli shunga zo'rlab, masalani shu xil kuzatishga odatlangan chog'da ota-ona bilan bolaning o'rtasidagi 90% munosabat yomonligi avtomatik holda hal bo'ladi. Shuning bilan ota-ona bolasini tushungandan keyin albatta bola o'zining tushunilganligini his qilgan vaqtda o ilgirki gap anglaydigan ota-onasiga ait boshog'irqidek bilingan bir bolaning aiti asli bir muloyim paranglashqili bo'lgan, aloqalashqili bo'lgan bola ekanligini ota-ona his qildi. Mushu deganingizdilla bu tuyg'udoshlik amaliyotda boshqalar bilan bo'lgan munosabatni sog'lom ilib turish uchun zarur bo'lgan bir qadriyat deb tushundik. Bu chet eldagi bizniki muajiratdagi uyg'urlarning hayot tadbiqlaydigan bo'lsak, endi bizda xilma-xil bu ijtimoiy qatlamlar bor. Mesela yoshlar deymiz, cho'nglar deymiz. Har xil bu farqli ma'rif seviyasiga ega insonlar bor deymiz. Yoki da'vat insonlar deymiz, aralashmaganlar deymiz. Ondan boshqa tashkilotlar xeyli bor.
onunki farklı bir ideologiyaga ega insonlar ham bor. Ya'ni tashkil topgan bir ijtimoiy quruq ega deb qarashga bo'ladi. Ammo biz bepul navbatda vaqtida etnikcha bir uyg'ur bo'lsak, coğrafya yoki bu milliy nuqtadan yoki siyosiy nuqtadan biz bu Sharq Turkistonda. Ama bu Sharq Turkistonda Uyg'urlarda xilma-xil jamoat guruhi va farqli guruhlarni misol qilib o'tdik. Yani mushlar o'tirishdimi? Men shu empatiya yoki tuyg'udoshlikni nihoyat zarur muhim bo'lmas bo'lmaydigan bir qadriyat deb qarayman. Ama mening kuzatishimcha, balkim xatolashgan bo'lishi mumkin. Shu tuyg'udoshlik masalasida o'zaro guruhlar o'tirish, tuyg'udoshlik masalasida meselelerinin xili bir bağlığını tulub yettik desek bu. Çünkü bunu bilaleyimiz bu teşkilatta otururuz ki bu hukuşmazlık emas. Yani bu ziddiyetler deyimiz. Bayaki çoğunlarınki yaşlarına nispeten selbi göz kararışları. Yaki yaşlarının mı çoğunluğa karta selbi göz kararışları. Yaki Avrupa'daki Uygurlarının belki Türkiye hakkındaki Uygur hakkındaki farklı göz kararışları. Yaki Türkiye'li Uygurlarının başka Uygurlar hakkındaki göz kararışları degендek çok. Del emniyeti biz çoğun cihetten emas. Del özümüzdeki teva bolgan bu grup dostunu oylap, özümüzdeki toğra yoki başkalarını hata, yoki başkalar başka çıkan vaqtida onu derhal sen onda kıldın, sen yoki hain, yoki sen başka iş kıldın deb hüküm kılgan işler nihayeti xili umumyüzlük. Muş meselede mi emniyette bizimki qadriyatten ibaret bu tuyg'udoshlikninki kamligini hatta umumlashmaganlik bir ifadesi. Çünkü bu tuyg'udosh degan vaqt, ne degan vaqtda bedendeki bu nervus sistemleri var bu. Simlarga o'xshash. Bir-birisi o'tishib turgan narsalar. Bular qancha yaxshi o'tishib, ravon bo'lib tursa, bu badan shuncha yaxshi ishlaydi deb o'ylayman. Ya'ni ko'riklik bo'ladi. Bu ko'riklar agar ojiz bo'lsa yoki uzilib ketgan bo'lsa, yoki bir-birisiga tegmagan bo'lsa, bu tabiiy holda bu bütün narsaninki parchalanib ketish ehtimoli, hatto butunlay yo'q bo'lish ehtimoli bor. Shunga biz bu tushuntirishdan keyin yoshlar cho'nglar o'tirishki, tuyg'udoshlik masalasiga qanday qaraysiz? Hem de asli biz şu muhacirette gerçi coğrafilik cihette bir yer yaşayamasak mı? Hazırki tor imkaniyetiga asasen olsa mı? Menimce ken kölemlik bir mevhum Uygur cemiyetini berpa kılış, bir sanal dep koyuyoruz ya Türkçe'de hem de. Yani bir mevhum bir Uygur cemiyeti berpa kılış mümkün. Hem aydakış intihar mühim dep oylayayım ben. İntihar mühim dep oylayayım. Ama muşunun asasının biri özara o'xshamagan fikr yaqinlarga tabi bo'lgan, birisi-birisidan farqlangan, mayli hozir siz degandek yosh jihatdan farqlangan cho'nglar yoki kichiklar bo'lsin, yoki ma'lum jihatdagi bir fikriy ixtiloflar tufayli ayrilganlar bo'lsin. Mana shularning hammasining birisi bilan o'rtaq dialog qurga oladigan bir muhit bo'lgan vaqtda keyin bu cho'ng bir gavdalashish amalga oshgan bo'ldi. Yani bu çoğun gevdeleşiş ne için mühim? Birisi chet eldeki Uygurlarning kimlikini saqlab qolish uchun, ikincisi Sharq Turkiston davasının mümkün kadar bir birliksep orqali yuritilishi uchun intayin mühim. Mana muşunun içinde bu tuyg'udoshlik meselesi eğer chet eldeki insanlar bizli ko'pinchimiz alayda ahamiyat bergan vaqtda o'zaro munosabatimizni texmi yaxshi ep olaymiz. Mesela hazır dediğiniz bir misal değil. Azımda qarasak, biz Ali Mektep'te okuvatkan, belki bitirip olgan bir qator bir yaşlı bak. Bu yaş balalarının vatan millet için hizmet qilgisi var. La ayrim paralashishga vaqtingizda cho'ng tashkilotlarning ular ahamiyat bermaganligini, ular bilan kor bo'lmaganligini, lozim chog'da ha deb ishlatib qo'yib, lozim yo'q vaqtda kor bo'lmaganligi degandek nihoyatda qiydash batnashlarning yig'ilib qolganligini anglaysiz. Andan keyin teşkilat rehberliği bilen ulardan paylaşkan çağımızda bazı balaların dava için üzerine hakiki fidakarlık bilen atamaganlığını, şartlarının acıklıkını, bu Japon şarkıtı içinde atkallıkını diyendek ularının ayıplavatkallıkını anlayısız. Ama her ikisini anlayıp boğandaki ne okarsanız meselenin herkesin böyle tarafta emesi geldiğini, ameliyette her ikisinin oturusunda bir diyalogun kemçilik geldiğini ve her ikisi birisini düşünüşte üzerine birisinin ornu koyup durup oylamaya kallığı. Mesela teşkilat rehberleri, okucu balları, onların okuvatkallığı. Bu chet elde turmuşunu ötürüşün ibaret bir ırk kinçilik aslında ikenliki. Diyendek meselelerini nezarda tutup oynayan vakitte derhal belki o balının ma'lum qiyinchilik tufaylidan bir mezgil
can beqish bilan yoki boshqa ish bilan mashg'ul bo'lib qolishini, ularning da'vo ro'yining ojizligi, yolg'ondan da'voga kirib olganlar degandek buni ayblamaslik mumkin. Ani tushunishi mumkin. Hozir butun masala inson o'rtasidagi munosabat yiroqlashgan sari yiroqlashgan odamning har qanday ish harakatini siz yaxshi niyat bilan gumon qilish iqtidoringiz tushunlab ketadi. Xuddi o dushmanga o'xshash, xuddi uning o'ylaganlarining hammasi xato, qilganlarining hammasi siz uchun sizga nisbatan bir yomonlikdan darak berdi. Unda bo'lgandan keyin hozir degandek bir uyushgan bir Uyg'ur jamiyati barpo qilish haqiqatan mumkin bo'lmayapti. Hozir bir nima esim keldi, shu tuyg'udoshlikning muhimligi haqida. Payg'ambar alayhisolamning bir hadisi bor. Ajoyib cho'nqur ma'nosi bor. Bir yosh yigitdan birisi Payg'ambar alayhisolamga kelib, "Uchoq deydi. Mening zino qilgim kelib qoldi. Bana ruxsat qilsa." Shunda Payg'ambar alayhisolam nima deydi? "Yo'q, bu harom, buni qilma" demaydi. Sen o'zingning singlisi yoki onasining boshqalarga mush ishini qilishini qabul ko'ramsan deb so'raydi. Shunda u bola turib ketib, "Qani, Rasululloh men xato qilibman" deb darhol xatoligini tunib, bu bo'lmag'ur xiyolidan darhol voz kechadi. Mana mushumi nima desa, Payg'ambar alayhisolam oyatda bolaning qilgan ishining naqadar xato, uning insonlar uchun naqadar yomon oqibat kelib kelganligini, bolani shunday bir singil yoki onasi bor bir yigitning o'rniga qo'yib turib, bir o'ylab boqing mush ishingni. Sen boshqalar bilan qilgan vaqtda, boshqalar seninki bilan bu yomon ishni qilsa, sen qanday hissiyat kelasan deyish orqali, ya'ni Payg'ambar alayhisolam bu yerda bolaga tuyg'udoshlikni o'rgatyapti. O'zining xatoligini tunishda tuyg'udoshlikni o'rgatyapti. Shunga darhol uning unumini ko'ryapti-da, avvalo darhol ichidan tunib yetdi masalaning qandoqligini. Ya'ni yuzaki hal qilmadi. Tuyg'udoshlik bu munosabat masalalarini yildizidan hal qila oladigan xususiyati bor. Bu bak muhim. Biz ba'zi vaqtda ba'zi munosabatlarni qozonning to'lqini yapqandek hal qilib o'tib ketamiz. Qarshilab gap qilmaydi bo'ldilar deblar. Masalani hal qilish emas, balki yepib qo'yash deydi, tunjuqtirib qo'yash bilan. Tuyg'udoshlik bu munosabat masalalarini yildizidan hal qilib, ikki tarafli ko'ngil ozodligiga erishtira oladigan bir narsa. Bu hatta bizning hozir siyosiy mujodilamiz uchun intayin. Buni siz bu to'g'riliq mazroq bir to'xtalsangiz. Masalan, tuyg'udoshlik nuqul hozir shaxsning o'rtasidagi munosabat bo'lishdan boshqa hozir bizning o'xshamagan tashkilotlarimiz o'rtasidagi bir dialogga ehtiyojimiz bor. Bir hamkorlik qurilsa ekan deymiz. Mana mushuning asosini yoki mushuni bir tuyg'udoshlikqa bog'lab izohlash mumkin. Bu nayta muhim bir nuqtaga keldingiz. Amaliyotda bu tuyg'udoshlik amaliyotda bu cho'ng emas, barliq siyosiy tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikning asosi bo'lishi kerak edi. Ammo biz o'ylagandek, kutgandek, orzu qilgandek emasligini biz deya olamiz. Chunki bular cho'ng tashkilotlar o'rtasidagi bu bir-birisining o'rnini qo'yib tushunish, shunaqla bu tashkilotning o'ziga tushliq ayrim bir mezoni yoki bir harakatlanish shakli, faoliyat shakli, tashkillanish ahvoli mavjud hamsi ayrim. Ammo maqsad shu Sharq Turkiston da'vosi uchun xizmat qilish. Ammo o'rtaq masalalar kelgan vaqtida, jiq vaqtlarda ba'zilar sahni talishadigan yoki azdir ko'pni bilib bilmay shaxsiy g'arazlar alishib qolgan bu ahvollarni ko'rib yetyapmiz. Bu o'rtaq manfaat masalasi kelgan vaqtida dal qarshi tarafniki cho'qim bir plan programmasi bor. Nima ish bunday qildi? Bu masala nima ish kelib chiqdi? Agar buni biz eng to'saliq o'qigan taqdirda bu cho'qim bizniki cho'ng da'voga ta'sir qilishi mumkin degan masalalarni agar o'ylab turib qarshi taraf bir xatolikni qildi, unda bo'lsa biz bir guruh bo'lib sifatimiz bilan qarshi taraf bilan dialog qilib boqaylik. Nima ish bunday qildi degan masalani agar hal qilsa, ba'zi narsalar hal bo'lib ketadi. Ammo bir qatimliq bir xatolik sababidan bizga nisbatan bizningki sahnimizga yoki bizningki harakat doiramizga kirib qoldi. Bu maqsadi boshqa degan boshqa nuqtadan o'ylab qolgan o'quvchilar boshdalar dialogdan iborat analizniki ishni itib etayotgandan keyin bu siz biroz o'tgandek dialog itib ketgan siri
nima ish qilsa, yaxshi tarafdan bakrab, yomon tarafini o'ylashga tirishadi. Yomon tarafni o'ylagan sari bu yerdagi hamkorlik uzilib qoladi. Hamkorlik o'lib qolsa, ziyon tortadigan yanına uludun bakrab, ya'ni butun bir Sharq Turkiston davosi ziyon tortadi. Amaliyotda bu tashkilotlar o'rtasida hammasini bütün mesele merkezde qo'yish emas. Biz mushu Sharq Turkiston davosiniki bir partisi. Qarshi tarafning bir partisi. Unda olgankin biz farqli usul orqali maqsadga yetamiz. Ulama farqli usul orqali maqsadga yetadi. Ammo bizniki oxir hisobda maqsadimiz bir. Degan o'ylarni harakat qilsa, uninki natijasi boshqa bo'lgan bo'ladi. Bu yaqin zaman tariximizni misol beralaymiz. Faqat umumiy da'vo bitirib qilib tashkilotning yoki shu harakatning beshidagilarningki shaxsiy adovati tufayli cho'ng ishlarning buzilib ketganligi biz hozir ko'pdir kitoblarda yoki cho'nglardan anglagan edik. Bu dal shu nuqtadan hozirgi mavjud cho'ng tashkilot o'tirisidagi yoki cho'ng kichik demayli, men masalaga shu tashkilotlarning o'tayotgan rol nuqtasidan qarasak, ular turisidagi hamkorlikning yuzaki nuqtada ekanligini, cho'nqur emasligini his qilib olamiz. Bu da tuyg'udaşlık ibaret, muşu bir kaderiyatınki o kemçiliğinin bir ifadesi. Navada değil, yeniden kurulan bir teşkilat olsa, onu derhal hainga, yaki çıkırış, yaki ayrımçılıklı işleyen bekrak, teşkilatlar, burunki teşkilatlar, sen demişka bunda kıldın. Kaysi meselenin el kılmakçı şunu kuruldun. Eğer sen bilemiz kana hemkarlışı alayımız. Diyen noktada başla diyalogunu oruntu alsa, o onun işinin ünümü başka şey olan buladı. Şu an ameliyatta bu teşkilat oturusu ki bu ziddiyet yoki diyalogun aciz buluşu ameliyatta bizdeki davaga çoğun bir ta'sir ko'rsatgan bir amil. Buma yanıla şu to'g'udaşlıkninki kemçiliğinin bir ifadesi. Shundoq. Sizniki agar bu qo'shib qo'yadigan bir bo'lib qolsa, yani davomlashtirsak bo'ldi. Menimcha yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi qo'shib qo'yadigan bir narsa siyosiy faaliyetlerimiz, siyosiy mücadele, nuqul siyosiy mücadele emas, balki insanlar o'tirisidagi munosabatning bir shakli bu. Agar munosabatlarimiz qancha yaxshi bo'lsa, qilgan ishlarimiz shuncha unumli bo'ldi. Shunlashqa ishlarimiz agar texmi unumli qilaylik, texmi jipslashgan bir gavdaga aylanayli, texmi hamkorligimiz natijalik, mevilik bo'lsin deyishni o'ylasak vaqtda hammalarning şu tuyg'udaşlıktan ibaret bu biz unutup ketayotgan şu qadriyatni aqliy ravishda o'zimizga bir o'zlashtirish majburiyatimiz bor deb o'ylayman. Mening so'zim tugadi. Bu nuqul tashkilotlar o'tirisidagi emas, bu tashkilotlar ishidimi bir tuyg'udaşlıkninki komligini his qilamiz, chunki tashkilotning beshidagilar bilan bu tashkilotning ishidagi la o'tirisida bu nima deymiz, tuyg'udaşlıkdan ibaret anasının qalbinligi sababidan bu alaqasızlık, diyalogsizlik, ondan keyin batnab, qeydab qilgan ishlarni hamda ancha-muncha anglayapmiz yoki ko'ryapmiz. Bu amaliyotda tashkilotningki bundaq muassasalashishda cho'ng bir tusoq deb qaraldi. Masalan, tashkilotning bir xodimi sifatida agar tashkilotning beshidagi biri agar men o'ylagandek yoki men o'tirib qo'ygan taklif yoki fikr ko'z qarashga nisbatan yiroq turgan bo'lsa yoki boshqa bir narsa o'tirib qo'ygan bo'lsa, men xapulab men deganimni qilmadi deb batnab chiqsam, u qat'iy bo'lmaydi. To'xtab turib, bu tashkilotning beshidagi bir inson. Buning nuqtasidan tashkilotningki mavjudligi intayin muhim. Tashkilotning harakat qilishi, faoliyati intayin muhim. Tashkilotning ittifoqligi, bir gavdaligi intayin muhim. Shunga men masalan bir xodim bo'lib o'ylagan bo'lsam, bu tashkilotningki butun umum manfaatini, ishidagi barliq kuchlarni, kuchtamponlikni o'ylab turib harakat qildi. Shunga uningki o'yladigan narsa texmi kam. Balki bilgini bordu deb savr qilishim kerak. O'xshashla tashkilotning beshidagilar men hammani bilman emas, bu xodimlarning o'zguchilik bir roli bor. Mushu xodimlar yoki mushlar bo'lgan boshqa bizning tashkilotning iborat cho'ng bir mashina mengyotidi. Shunga bularningki bir roli amaliyotda yoki bu yoki bo'lmasligi bu mashinaningki mengishiga cho'ng ta'sirini yetkazilishi mumkin. Buning o'zguchilik bir iqtidoriy ko'z qarashi va qo'shalaydigan to'pisi bor. Degan nuqtadan onun bilan ayrim ko'rishib yoki uning kuchidan foydalansa yoki uningga histoshlik yoki ko'ngil bilsa, u texma xodimma texma ilhomlanib uning uchun kuch qilishi mumkin. Shunga amaliyotda bu o'zira bo'ladigan bir ish, tuyg'udaşlik.
Nuqul bir tarafdan emas, qarshi tarafdan buni qila olish kerak. Bu bo'lgan muhim deb bir masala deb qarayman. Vaqtimizni bir yerga berib qolibdi. Dal 5 minutlik vaqtimizda buni deyishib bo'lgandan keyin tuyg'udoshlik bilan bu vatandagi qarindoshlarimiz bilan chet eldagi qarindoshlarimiz o'tirisida tuyg'udoshlikniki u nisbatan ojiz deb qarash bo'ldi. Chunki 2017-yilgacha Xitoyninki bu qattiq bostirishi bo'lsa-mu, ammo 2017-yillik emas edi. Buni hammamiz e'tirof qilamiz. Lagerlarni yechib, undan keyin keng ko'lamli zulmni sistemlashtiryapti. Sistemni qolib olib ketdi. Har xil vositalarni ishlatdi. Mayli fikr jihatdan bo'lmasin yoki usul taktik jihatdan bo'lmasin. Undan burun shu az bir qismlar harakat qiladi. 2017dan keyin ko'p qismimizningki ota-onalari, o'rtoqlari lager kirib ketgandan keyin bu ishlar ko'p qismini sahnada ko'rdik. Bu tabiiy bir ahvol. Ya'ni insonlar o'zining o'rtoqlaridan kirib ketganiga chidamay, ya'ni sahnaga chiqib da'voni qilishga boshladi. Bu muhim bir tuyg'udoshlik. Ammo nuqul tuyg'udoshlik bu o'rtoqlar uchun bo'lgan narsami sizcha yoki shu jamiyatga tava yoki shu Uyg'ur millatiga tava hamma insonlar uchun bo'lgan bir muhim bir qadriyatmi? Agar o'rtoqlarimiz uchun qilsa qanchalik bo'ldi sizcha? Nega qila olamiz? Agar siz tanımagan bir Uyg'ur uchunmi tuyg'udoshlik qilib, uning da'vosi qilsangiz, u vaqtda qanday bo'ldi sizcha? Uni bir tushunadigan bo'lsangiz. Nəhayət mühim bir nöqtə. Əməliyyatda hazır siz urug' tuqqanlar uchun tuyg'udoshlik qurilganligi uchun da'voga kirgan bo'lsa, mana hozirgi bugungi kunda shunchalik tuyg'udoshlikni ko'mayapmiz. Masalan, 2017 mana bugungi kunda balki nurg'un kishilarning ota-onasi urug' tuqqanlar chiqmagan bo'lishi mumkin bo'lmasa lagerdan. Yine zulm ko'rayotgan nurg'un kishilar bo'lishi mumkin. Endi sizning so'zingizga qaytsak, eng avval o'zining ota-onasi urug' tuqqanlari uchun dastlab bir hayajonlanib, ular uchun sahnaga chiqishi, ular uchun da'vosi qatilishi albatta nihoyatda ham tabiiy ahvol ham to'g'ri ahvol. Ammo bu xil masalaning benormal yeri bu bizning tavallik tushunchimizning ziyoda torligi tufayli. Men tavallik tushuncha degan vaqtda men bir Sharqiy Turkistonlik, umum bir Sharqiy Turkistonlik yoki men bir Uyg'ur, umum Uyg'ur. Men musulmon, umum musulmon degan o'zimizni tava qilgan chambirakka bo'lgan sodiqligimiz yetarli bo'lgan vaqtda, undan keyin biz shu chambirak a'zolarining hammasiga bir tuyg'udoshligimizni aks ettirelaymiz. Yani tuyg'udoshlik orqali ular bilan bog'lana olamiz. Ammo bizning eng dastlabki tavallik tuyg'umiz intayin chegarasi aniq emas, xira. O'zimizni Uyg'ur deganimiz bilan, o'zimiz musulmon deganimiz bilan Uyg'urlikning, musulmonlikning, ya'ni shu kimlikning bizdan nimalarni talab qilganligini haqiqiy cho'nqur his qilmagan. Uni his qilmaganligimiz uchun biz o'zimizning atrofidagi kishilar ustidan mas'uliyatim bor deydigan bir ongda cho'nglab qoldik. Çoğunlaşqa bizning tuyg'udoshligimiz bu yerda parlash o'rinda. Ya'ni o'zimiz tunganlarga, tuqqanlarimiz bilan qilinadigan, ammo boshqa Uyg'urlar qanday kun ko'rishini qat'iy nazar uningga istoshlik qilolmaydigan, uningmi his tuyg'ularga kirishni xohlamaydigan odatda. Uni urinmaydigan bir yüzsizlik bor. Bu xatarli bir ahvol. Amaliyotda bizning da'voyimizning ma'lum darajada tuvan biroz past qo'yib qilishi, nurg'un kishilarning sal suvib ketishga boshlashining muhim sabablarining biri, masalan, psixologik nuqtadan qaragan vaqtimizda hozir vatandagi shu mazlum Uyg'urlar, shu zulm chekayotganlarning o'rniga o'zimizni qo'yib o'ylab beqish iqtidorimizni tuvanligi yoki unda o'ylab boqmayotganligimiz. Agar hozir shu qaysi kunni ko'rayotganim men bo'lgan bo'lsam qanday qilardim? Yoki men shu yerda bo'lib qolib, men shunday zulmga uchragan bo'lsam, undan keyin chet eldagi Uyg'urlar o'zining ishini qilib, xohlagancha yeb ichib, o'ynab, kulib yuravergan bo'lsa, men qanday hissiyotga kelardim deganni o'ylab boqsaq bo'ldi. Mushuni maxsus o'ylab boqsaq bo'ldi hatto. Menimcha masalan, har qanday mishada vatan millat davosiga qat'iy aralashmaydigan bir Uyg'ur. Misolat,
tasavvur qilib bakılı. Vatanda deyli, o vatandan aiti nahak bir zulüm kaldı. Lagerlarga solandı, emgek kesilindi, ağır günde kaldı. O yalnız oturup ne mi oylaşı mümkün? Bizden chet elden Uygurlu var. Bizden davayımızı kılıvatkanmızı, bizge okşaş şunda zulümdü kalgan, şunda kulga okşaş kız silinvatkan, bizle isilgimi kelgendimiz mi? Biz üçün avaz çıkargan mıydı o? Dep oylamam da. Oylaydı o. Mesela chet eldeki aşırı kınmagan bir Uygur oylap baksı oldu. Anlakin eğer kınmagan bolsa chet eldeki Uygurlarını eyiplaydı. Onun eyipleşi hata mı? Hata emas. Hata emas. Mana mushunda oylab baqa vaqtda chet eldagilar o'zining hozir bir ishni to'g'ri qilib qilmayotganligini hatto bilalaydi. Masalan, hozir faqat da'voga aralashmayotgan birisi shuni o'ylab baqsa bo'ldi. Agar men vatanda bo'lib manda kunni qolsam, chet eldagi Uyg'urlar hech qanday manbili kori bo'lmasa, bu chot men chet eldagi Uyg'urlarni tillamdimi yoki maqtandimi? Albatta tillaysiz. Bu ablaqli deysiz. Unda siz hozir ablaqmi emasmi? Vatandagi Uyg'urlar hozir sizni shunda da'vatmayapti. Shuningga biz vijdonimizga qaytib javob deb bersak bo'ldi. Sözüm tüydü. Evet, ben bu programda mındaq bir noktayla yığınçaqlay. Yani demek şu oğlum, sizinki gipinizin devamı boyunca şu biz hazır bexatarlik yetini siyasiyetten bir çetel bir kimlik erişken bolsak, böyle Türkiye yoki Avrupa yoki Amerika başka devletlerde. Da şu vatandaki şu zulümninki dinmeyedi ağan neselendi. Zulüm üstü kelgen kimlikle. Bunu oydun esin çıkamsak oldu. Peygamber Aleyhisselam ondaq bir gipi varlıq rivayet kılındı. Uhud men seni bek yaxşı görmen deydi. Bu de belki Peygamber Aleyhisselam'ken insanlığa tuyguga karşısın halkıp tabiatki barlıq tabi hadise yoki şeyi hadiselergimi, nersilergimi tuğdaşlık kılışını ibaret a örnekni bizge bugün köküstüp bergen. Belki o insanlarken o kılış gerek. O ait olan şu topraktaki barlıq narsalar üstüne tuğdaşlık kıladi. Yani bir canlıkla, tağla, deryalar, daraxtlar, üsümlikler, hayvanlar, hatta şu Şərq Türkistan coğrafyasındaki hem bir narsa değil hem de. Onun üstünde kılalaydıgan bir alıcınatlıqını yetildirişke tirişimiz gerek dep oylayım. Bu tez iş ama tefekkür kılarsak belki onun üstünde oylansak o anma ançı şekilleniş mümkün dep oylayım. Şu tuğdaşlık ameliyatda da hayatta sağlam bir yaşaştın ki en mühim kaderiyetlerin birisi desek oldu. Ezgi körmenler biz bugünkü programımızda mühim bir kaderiyet hesaplanılan tuğdaşlık hakkında kısaca toxtalgan bolduq. Keler hafta programımızda görüşeyle.